Shahnoza Mamatqulovna Kattaqo'rg'on tumaniga qarashli 28-umumiy o'rta ta'lim maktabida 25 yildan buyon boshlang'ich sinflarga dars berib keladi. Bugun sizlarga mehribon onajonim Oybuvi Mahmudova haqida so'zlab bermoqchiman. Onam dunyodagi eng mehribon, munis, shijoatli, g'ayratli, fidoyi ayol. Onam 35 yil mobaynida boshlang'ich sinflarga dars berib kelgan. Balki pedagogika sohasiga qiziqishimda sababchi bo'lgandir. Oilamizda akam, singlim, men hammamiz bugungi kunda o'qituvchilik maqomiga egamiz. Albatta onajonimning bergan maslahatlari, mana shu pedagog sohasida yuritgan ish faoliyatlaridan o'rnak olib, bugun biz ham maktabda o'z faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Bugungi kunda onajonim nafaqadalar. Nafaqada bo'lsa ham judayam shijoatli, serg'ayrat, chaqqon ayoldir. Tumanimizda Oltinoyi sifatida yosh ayollarga, kelinlarimizga, onalarimizga farzandlar tarbiyasida o'z nasihatlarini berib kelmoqda. Onajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Ilohim baxtimizga sog'-omon bo'ling. Sizni mana shunday shijoat, g'ayrat hech qachon tark etmasin. Siz meni butun dunyodagi eng jonu jahonimsiz. Onajonim nafaqat ish faoliyatida ustoz, balki hayotda ham menga ustoz bo'lganlar. Chunki hayotda har doim mehribon, mas'uliyatli bo'lish kerak. İnsonlarga qo'lidan kelgancha yordam berib, o'z maslahatlarini berib keladi. Onajonim duolari bilan ish faoliyatimda juda ko'p yutuqlarga erishdim. Oliy toifali ustozman, milliy sertifikat sohibasiman. Tumanimizda, nafaqat viloyatimizda mentor ustoz sifatida o'z ish faoliyatlarimni olib boryapman. Onajonim baxtimga har doim sog'-omon bo'lsin. Ilohim duolari bilan yana ko'plab yutuqlarga erishaveraylik. Senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan u duolaru tilagimdan oldinda bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringga nur bo'lardi, mehribonim yo'llaringga gul bo'lardim. Men onam bilan faxrlanaman.